Avval muvafiq miqdorda qo'riq tayyorlab, ehtiyojimiz qarta parchalab olamiz. Tamlarının qat-qattiğı yaxşı sığınıp görüş üçün muşnaq pişaq quruytimiz. Çoğraq bir qaçıq su avağandan keyin tuz, kaopti tutqu salımız. Ondan keyin piyaz, zencevil, samsaq salımız. Tamlarının yaxşı sığınıp görüş üçün qulumuzdan alqını qılıb yaxşı bir sıqımda vatgandan keyin go'shtlarimizni silib taxminan 15 minutdan 20 minut atrofida tamlandırib olamiz. Endi bunun qiyamini tayyorlab olayli. 2 tal tuxum, azroq tuz, cho'ng qo'shiqda bir qo'shiq bug'doy uni, bir qo'shiq qunaq uni solamiz. Ezilgan zira, ezilmagan zira azroq vijin silvitimiz. Kaop qilganda kompos bo'lmaydigan cho'ng ustamni kaop qiyamdan bir qo'shiq atrofida silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi va qinslan bir shiltib sinab yaqinlar ta'mi ketmaydi. Ondan keyin go'shtni sag'atadigan mayxuang deb qo'yamiz. Uningdan yarim qo'shiq atrofida silib, tekshir aralashtirib qo'shda qiyam qilgandan keyin go'shtning ustiga bir-birlab surib olamiz. Eng oxirida azroq kunjut sepib etib, duxovkaning 230 gradusda 30 minut atrofida pishirib olsaqli bo'ldi. 15 minut to'shqanda oldikayni bir o'rib, yana 15 minut turg'izib olsaq bo'ldi. Mishay kelgan yurak berib saqlab olmasanlar, keyin degan topolmay qolsizlarmi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Izdab so'ra